Yo'q. Men Instagramimdan kim bunaqa qizlarga podpiska tashlab yozyapti? Tavba qildim. Ko'rishaylik. Nimaga kulasan? Yo'q, o'zim. Kecha senga video tashlagandim-ku Telegramda. Xo'p. Ha, silka bilan. Ha. O'shani kirib ko'rganding-a? Ha. Shu o'zim. Nima demoqchisan bu gaping bilan hozir? Ana shunda login parolingni menga berib qo'ygansan. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin. Phishing degan narsani eshitganmisan? Yo'q. Eshitmaganman. Phishing bu Baliq ovdek gap. Bu yo'l bilan sizni Instagram, Facebook, TikTok, Google, Netflix va bir nechta ijtimoiy tarmoq va saytlardagi login parollaringizni o'g'irlab olishi mumkin. Bunday hiylalarga aldanmaslik va aniqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun 3-Renessans IT akademiyamizdagi kiber xavfsizlik kursimizga yoziling. Yanada ko'proq ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.